Open budjetga ovoz yig'ish boshlandi. Mahallani bitta yo'q almashtirib yubormayotgan. Ko'chamiz tuxum kelib ketgan, to'g'ri yura olmayapti. Bo'ldi. Tushundim, rais boy, tushundim. Tushunadigan bola ekansan, uka. Rahmat. To'xta Dilshatni o'g'li. Open budjetga mahallada ovoz so'rab yuribdi. Ishqilib o'zimiz mahallaga ovoz bera oldingmi? Yo'q. Mahallada sotqin hammaga aytdilar. Bitta mahallani sotib beribdi mana ovi. Seni yiling kaz o'lmasmidi? Nimaga? Bitta oq yog'gan mahallani sotasanmi, nomard? Senga beradigan qizim yo'q, sotqin. Yo'qol. Dadajon, to'xtang. Endi ayajon desang ham bermayman. Open budjet tugamaguncha masjiddan bir qadam ham siljinma. Ana ovoz kelsa Jahongir Foziljonovni olish. Aytsin ovoz yo'q-ku. Aka, to'xtang, gaplashib. Shu yozib o'raman menga, umuman qiziq yo'q. Noto'g'ri tushundingiz, Open budjetga ovoz berib yuboring. Men mahallami bitta yo'q, umuman almashtirmayman, sotqin emasman. Yo'qmas, dollar beraman. Ha, uka e'tiroq aytmaysiz. Uyda 4 kishi bor. Chiroyli ovoz beramiz, dollar beraman. Ana sotqin, hammaga aytish kerak. Turoningdan pulga sotib yubordi ya. Yo, ana bular ko'p dollar berar ekanda.